Kadavr kurs bu murdada o'rganiladigan fan hisoblanadi. Agar kadavr kursga bormasdan men kosmetologman deb aytishning o'zi bu xato. Chunki siz bilmaysiz insonning qayerida nerv turibdi, qayerda xavfli tochkalar turibdi, arteriya turibdi, yog' qatlab turibdi. Buni mukammal o'rganish uchun albatta kadavr kursini o'tish kerak. Kadavr kursimizda murdada, ya'ni bosh, qaysi qatlamda turibsiz, nitingiz qaysi qatlamga, qaysi qatlamda svязка bor, qaysi qatlamda yog', hammasini batafsil o'rgatiladi va o'zingiz qo'lingiz bilan qo'yasiz. Bundan tashqari o'sha full face botoksimiz aynan mushaklarni ochiq holatda tushuntirib beriladi. Qaysi biri vazifasi, qayerga qilish kerak. Agar siz bu kursni o'tasangiz, hech qachon adashmaysiz. Hozirda O'zbekistonda rasmiy vakillarimiz bor, mening shogirdlarim, ular sizlarga batafsil ma'lumot beradi. Hurmatli kosmetologlar, men Kamola, Men Dono. Turkiyada ham sayohat, ham bilim. Kadavrning Turkiya O'zbekistondagi rasmiy dilerlarimiz. Murojaat uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Yoki direktdan yozing.